Hammaga salom do'stlar. Sabron Abdullaning Zoom kanali. Bugungi videomiz Abu Bakr. Abdulhamid Zo'r Abu Bakr bilan keyingi videoda ma'lumot beraman. Ikkinchi qismda ukamona beradi. Hop do'stlar, men o'yinga kirib bo'ldim chunki nastroykam to'g'riladi. Hop bizda zombi chana. Zombilarga qarshi beramiz hozir. To'xta. Bizda sal ovoz baland. Mana 30 tali vahshiy cho'tki avtomat. Vahshiy gumbur qilib o'tadi. Endi ya bular kerak emas. Masaladan mayli. Bu ham bo'ladi. Xo'p do'stlar, bizda albatta 3 ta raund bo'ladi, chunki zombilar bilan qiyin, ayniqsa bitta zombi o'ynash. Sekundga 150 qo'ygansiz. Bu yo'lda shekilli. Xo'p do'stlar, men yaxshi o'ynadim. Chunki men qo'lim sinib qolgan. Sinib qo'lim bilan o'ynayapman. Hozir ko'rsataman. Mana qo'lim. Sal qachish bo'ldi. Manam qarab qolib ketdim. Mana qo'lim, mana Bakir. Keyingi videoda men o'ynab beraman. Chunki like bosingiz. Xo'p do'stlar, qo'shadim. Hozir ekran aynaladi. Faqat o'ldiryapti. Qo'rqiydi. Ya, nima qildik do'stlar? Xo'p do'stlar, bizda birinchi raund o'tdi deb hisoblaymiz. Yur endi. Narsa o'ynaysizmi? Narsa o'sha joyimda olaman. Ana salchalar kelyapti. Machdan qo'g'asdan. Katta joy ekan. Biz albatta do'stlar devor orqasiga turamiz, chunki aynidan qo'rqondan kelib aynidan ketish mumkin. Endi xuddi o'sha narsalarni olamiz. Qancha pulimiz qolar ekan? 8600. Hozircha buni olib tursak. Yomon gumburlatib o'tadi. Ikkinchi telefon Xo'p do'stlar, bular bitta joyga to'plangisi kelmayapti. Bu avtomatni olib xato qilgan ekanmiz. Agar do'stlar xohlasalar, men Free Fire Max'dan ham video olaman.
Hozir oldimda Free Fire jinni turibdi. Free Fire'da to'g'ri Free Fire'da yaxshi o'ynamaymiz, endi tortdi, endi boshlayapmiz Free Fire'da ham. Nu lekin yaxshi o'ynashga harakat qilamiz. Men yaxshi o'ynayapman. Bu ham telefon. Agar Free Fire'dan video chiqaring desalaring, kommentariyaga yozinglar. Ukam o'zi o'ynab beradi, endi baholasizlar. Yoqmasa hammalaringdan uzr so'rab qolamiz. Shu videomiz. Homans-fin. Kim u Homans? Nima u Homans? Akam obunachisi. Endi olsa bor. Bas. 10 ta bo'laylik tezroq. O'zi 10 ta bo'ldik, kimdir obunasini olibdi. 9 ta bo'ldi do'stlar. Xo'p do'stlar, qaytdim videoga. O'sha to'xtatganimdan keyin hozir ham o'sha raund ketyapti. Do'stlar, nimagadir otilmayapti. Ha, bo'ldi, otildi. Bu oxirgi raundimiz. Bizning qimmatli raund. Do'stlar, o'q tugadi. Endi men boshqa avtomat oxirgi raundga yaxshiroq qatnaman. Sal metro to'lamiz, chunki qatdan bu. Do'stlar, biz videomiz tugadi. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha